Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Ayni kunlarda men quvadaman. Hozir qo'limda bor nalichilar bilan bir qator tanishtirib o'taman. Sizlar zeriktirib qo'ymay deb hozir shu ishni qilmoqchiman. Ozgina maroqli hordiq olasizlar, Xudo xohlasa inshaalloh. Qizlarjonlar, mana qo'limda bor nalichi tovarlarim bilan tanishtiray. SPF butun badan uchun, qizlarjonlar, qo'l, oyoq, butun badan uchun bunimiz. Chiska piling, yuzni chiska piling qilib yaxshilab tozalaydi. Umyvalka, og'riq qoldiruvchi gel, oyoq, qo'l, bellar. Hozirgi mavsumga rosa ham yaxshi. Hit продаж bo'lgan bu tovarimiz qayta zakaz qilinib sotilyapti. Foydasini rosa ko'pchilik chiroyli obzorlar bilan xursand bo'lib aytishyapti. Me'da gijjalar uchun 2 yoshdan hammaga tavsiya qilamiz. Ichida 2 dona bo'ladi, qizlar. Masalan, ertaga haftaning dushanba kuni bo'lsa, erta to'y nahorda choydan oldin ichilib, shu bilan keyingi haftada yana o'sha dushanba kunida ichiladi. O'rtada 2 oy tanaffusdan keyin yana bitta повтор ichiladi. Dog' krem, qizlar. Omega kremimiz bu mayda ajinlar bilan ishlaydi. Yuzni chiroyli qilib namlab beruvchi, namlovchi krem plus ajinlar bilan ishlovchi krem. Qizlar, mana bu krasotamiz. Qaranglar qanday chiroyli. Ajinlarga qarshi krem. Ham yuzni namlovchi krem. Mana qimmat brendlardan Gladwell brendidan ekan, qizlar. Mana nihoyatda zo'r. Ulgurib qolinglar, yangi yil bayramiga sovg'a qilsangiz ham bo'ladi yaqinlaringizga. Kushonimiz, qizlar. Takrorlanmas go'zallik. Mana ikkita zapaskasi bilan barakali anchaga yetadi, qizlarjonlar. Ulgurib qolinglar, narxlari arzon. Maska. Mana oq kremimiz, bu ham mashhur bo'lgan hozirgi kunda. Rosa ko'pchilikni o'rgatib olganmiz desak ham bo'ladi. Tugashidan oldin даже so'rashadi, olib keltirib bering, kremim tugayapti, Hamid opa deb. Penkalar, vitamin C penkamiz. Bunimiz ham yuzdagi yoq qatlamni yaxshi himoya qiladigan effekti rosa ham zo'r bo'lgan penkamiz. Umyvalkalar, SPFimiz, qizlar, двойной. Mana shu SPF ichki mahsulot. Hozir bu ham aksiyaga tushgan, qizlar. 250 ming sotganman, 180 mingdan beramiz. Spreyimiz, hidi o'ta ham mazza, rosa ham shirin, mazza qilasizlar, qizlar, olsalaringiz. Cho'milib chiqqandan keyin badanlarga bitta sachilsa, shu bilan ancha o'zingizdan приятный hid kelib, o'zingizdan xursand bo'lib yurasiz. O'zingiz uchun, qizlarjonlar. Trivadnon penkamiz. Bu penkamiz ham mashhur. Ishlatayotganlar bizdan minnatdor. 250 mingdan sotgandik, hozirda 180 mingga tushgan, katta ob'yemda olganimizga, aksiyada olganimiz hisobiga. Lactofit, qabziyatga qarshi o'zim ichganman, qizlar. Natijasi super bo'ladi. Bir kunda bir mahal hojatga borasiz. O'zingizga ishonchingiz ortadi. Xotirjam yurasiz. Mana Lactofitimiz, intimniy gelimiz
qichish, achishish, shamollash, vizeleniyalarni oldini oladi, bartaraf etadi. Hidi ham nihoyatda yaxshi. Geliviy sovunimiz qizlar sotuvda ham bor. Sovunimizdan 15 ming so'mdan. Intimatorlarimiz 130 ming so'mdan qizlar. Hidlariga gap yo'q. Ko'pchilik biladi. Spirtnoy atirimiz, duxiyimiz sumkalarda olib yurishga udobniy. Hid продаж bo'ldi. Bu duxiyimiz ham 40 ming so'mdan qizlar jo'ra. Selim kallagenimiz qizlar 1 oylik 100 dan boshlab ozdiradi. Bu kallagenimiz effektini rosa ko'pchilik ichib bilyapti hozir kunda. Ham kallagen, ham ozdiruvchi. Oziq moddalar yetkazib beradi organizm uchun. Plasterlarimiz og'rigan joylarga qo'yiladi.